Assalomu alaykum akalar, opalar. Bugun biz dokument haqida gapiramiz. Reyestrga tushganlar nima bo'lyapti? Mana shu akalarimiz o'z Granitsaga borib, mana Granitsadan kelishyapti. Granitsada nima bo'lyapti? Juda ko'pchilik deport qilyapti. Qiyin ahvol deydi. Qani ko'ramiz. Reyestrga tushganlar Granitsaga borib kelsa, ochiladimi yo'qmi? Buni ham javobini aytamiz. Faqat videomizni oxirigacha ko'ringlar. Moskvada yurgan tanishlaringga tashlab qo'yasizlar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka, siz o'z Granitsadan kelyapsizmi? Men Granitsadan keldik mana. Akalar mana immigratsionni karta, endi hamma joyini ko'rsata olmaymiz. Aka, qanday borib keldingiz? Yaxshi, Xudoga shukr, tinch, yo'llar hamma tomon yaxshi, tinchgina o'tdik, bordik, Shopir akamizga rahmat. Yaxshi olib borib keldi. Aka, siz qayerdan? Men Andijondanman. Siz nima deysiz mana? Biz ham yaxshi borib keldik. Shopirga rahmat. Olib bordi, olib keldi. Hamma yo'q zo'r. Kamchilik yo'q, muammo yo'q. Qiynalganingiz yo'q? Qiyinchilik yo'q. 1,5 sutkada keldik mana. Bilamsiz. Qaysi postga bordilaring? Biz O'zingiga? Ha. shu yerga borib keldik. Siz qayerdan aka? Andijondan. Siz qanday borib keldingiz? A'lo darajada, hammasi joy-joyida. Shopir akamizga rahmat. Shofir aka bitta narsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana reyestrga tushganlar borsa bo'ladimi? Bo'ladi, borib kelyapti. Borib kelyaptimi? Kelyapti. Juda ko'pchilik aytadi, reyestrga tushganlar borsa bo'ladimi yoki mana qarang-da. Biror marta militsiya ushlamaganu 5 yil, 4 yil bo'lgan biz dokument Rossiyaning ichida yurgan. O'shalar borsa bo'ladimi? Bo'ladi. Militsiya ushlamagan bo'lsa bo'ldi. Men 4,5 yil yurgan